2026 Cadillac Escalade ESV yangi avlod premium SUV sifatida avtomobil olamida o'z o'rnini mustahkamladi va zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan. Tashqi ko'rinishi nafis va katta hajmli aerodinamik chiziqlar bilan ajralib turadi. Old panelda LED bosh chiroqlar, keng radiator panjarasi va zamonaviy dizayn elementlari mavjud bo'lib, ular mashinaning kuchli va ishonchli xarakterini ta'kidlaydi. Yon profili katta gildiraklar, aniqlik bilan chizilgan chiziqlar va aerodinamik dizayn bilan to'ldirilgan bo'lib, shahar va uzoq yo'l sharoitlarida barqarorlikni oshiradi. Orqa qismida innovatsion LED chiroqlar, katta bamper va aerodinamik difuzor mavjud bo'lib, suvga sport va zamonaviy ko'rinish beradi. Ichki makoni keng va qulay bo'lib, yuqori sifatli materiallar va ergonomik dizayn birlashtirilgan. Haydovchi oldi paneli intuitiv tarzda joylashtirilgan bo'lib, katta sensorli ekran va raqamli asboblar paneli orqali barcha funksiyalarni boshqarish imkonini beradi. Ichki makonda yuqori darajadagi qulaylik va texnologik tajriba taqdim etilgan bo'lib, simsiz zaryadlash, premium audio tizimi va ko'p turdagi ulanish imkoniyatlari mavjud. Orqa o'rindiqlar keng va qulay bo'lib, uzoq yo'llarda ham yuqori darajadagi qulaylikni ta'minlaydi. 2026 Cadillac Escalade ESV kuchli dvigatel va ilgor uzatish tizimi bilan jihozlangan bo'lib, tezkor tezlanish va silliq harakatlanishni ta'minlaydi. Elektron boshqaruv tizimi va adaptiv suspenziya yo'l sharoitlariga moslashish imkonini beradi. Bu esa haydovchiga shahar ichida ham, uzoq yo'lda ham mukammal boshqaruvni ta'minlaydi. Farlar, aerodinamika va podshipniklar optimallashtirilgan bo'lib, yo'l tutish va yonilgi samaradorligini oshiradi. Haydovchining turli yo'l sharoitlariga moslashuvi uchun bir nechta haydash rejimlari mavjud. Xavfsizlik Cadillac Escalade ES'da eng yuqori darajada ta'minlangan. Avtomobil ilgor haydovchi yordamchi tizimlari, avtomatik favqulodda to'xtash, chiziqni kuzatish, orqa ko'rish kamerasi va blind spot monitori.